Agar siz ish topa olmay turgan bo'lsangiz yoki o'zingiz xohlagan ishdan doimiy rad javob olyapti turgan bo'lsangiz, mana shu 3 ta texnikani qo'llasangiz, albatta ishga joylashasiz. Chunki bu texnikani o'zim hayotimda qo'llab ko'rganman va o'zim istagan joyga ishga joylashganman. Demak, bu texnika, birinchisi, siz qog'oz ruchka olasiz va o'zingiz xohlagan ishga joylashsangiz, sizni hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'lib ketadi, hammasini birin-ketin yozib chiqamiz va mana shu o'zgarishlarni yozganingizdan keyin o'zingizga shu o'zgarishlarga ruxsat berishingiz va rozilik bildirishingiz haqida aytib chiqasiz. Bu ikkinchisi. Uchinchisi esa 12 varaqli daftarni olib, aynan siz joylashmoqchi bo'lgan ishni mana shu ishxonada, mana shu lavozimda ishga kirishga tayyorman va rozilik bildiraman, tashakkurlar bildiraman shu lavozimga, shu ishga kirganim uchun deb yozib chiqasiz. Mana shu jumlani, mana shu gapni bir necha marotaba 12 varaqli daftar to'lgungacha yozasiz. 1 oy yoki 2 oydan keyin siz juda ham katta natijani ko'rasiz. Albatta bu texnikani qo'llab ko'ring va o'zingiz istagan ishga kiring.